Qashqadaryodan chiqqan ayiq kumushlagan aka. 91larda ichida o'zi Makka miydigan adroslar. Mana bugun Bosimboga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan 91-yil akalarimiz kelgan. 91 ta bo'lib, Abdurasul akam bitta 2 kilolik somsa, bir kosa qaylani agar 15 daqiqani yeb tashlasa, Bosimbodan har doimgidek mana 400 ming pul. Undan tashqari mana ishonch savdo markazidan shunday vaucherlar, yana sovg'alar, yana Roxsunuzdan barabana aylantirasiz. Boshladikmi? Boshladik. Vaqt ketdi, boshladik. Bo'zam tashlasa bo'lmaydimi? Hech narsa bo'lmaydi, o dumbalar tiqib borishini ko'ryapsizmi? 91lar, qachon kelasizlar? Men Qashqadaryodan 91lar kelyapti. Abdurasul akam buni izidan mana shu somsani ham yeyman degan. Qashqadaryodan Payshanba bozorida 5 kilo yaxna yegan, to'g'rimi? Aka asta yeyvering, biz ham ishlaylik aka. Abi choyxonani chizsang o'tmaysanmi endi? Men yana yeyman deyapman. Ko'ryapsizlarmi? Toshbaqaning kosasi bo'sh. Abdurasul akam birotalar doktor bilan kelgan, doktor jo'rasi. Ishlarini pakida qilib kelgan. Bir bo'lak somsa qoldi. Oho, mana. Mana haqiqatan ko'ryapsizlar. Yomon qildingiz Abdurasul aka, yomon qildingiz. Zo'r qolib qoldi. Endi Roxsunuzdan barabanda aylantirasiz. Barabandan nima chiqsa peshona. Bismillah, mana boshladi akamiz. Mana shurpa chiqdi akamizga. O'yin halolmikan? Halol. Mana Bosimbodan va'da qilingan 400 ming pul. Yana Roxsunuzdan Ebimax shumpa berdi. Qancha shulkarimiz bor? Yana ishonch savdo markazidan shunday sovg'alar. Bosimboning ishiga omad, o'yin haqiqat ekan, kenglar, yenglar, yutinglar.